Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan bizani 7-mavzuyimiz bo'lgan amaliy ishni ko'rib chiqamiz. Bu bizada metodikamizda 6-vazifa deb kelgan, ya'ni 74-betda. Shu bizani 7-vazifamiz bo'ladi. Amaliy topshiradigan topshirig'imiz ya'ni. Bu yerda aytyapti, mana AutoCAD dasturi yordamida tekis shaklga o'lcham qo'yilsin deyapti. Ya'ni bizada variantlar bor, 27 ta variant shu 85-87-betlarda yana o'sha yerdan o'zimiz variantimizda tekis shaklni olib o'lcham qo'yamiz. AutoCAD yoki Comps dasturida. Men hozir sizlarga Comps dasturida shuni chizib ko'rsataman. Bu yerda ko'rsatgan detallarni AutoCADni ko'rsatgan. Men sizga hozir Comps dasturida ko'rsataman, keyin AutoCADni ham ko'rsataman. Hop, 85-betga o'tib olamiz. Bizning 85-betdan variantlarimiz boshlangan. Men hozir sizlarga eng oxirgi variant, ya'ni mana shu 27-variantni qanaqa chizishni ko'rsatib beraman. Mana shu 27-variant. Hop, boshlaymiz bo'lmasa. Men hozir AutoCAD Comps dasturini ochib olganman. Comps dasturimiz mana shu Comps 3D menda hozir 21-versiyasi. Ochib oldim. Hop, endi ochganingizda sizni mana shu oyna kutib oladi. Ya'ni detal sborka oynalari bizada ishchi dasturlarimiz bizada 3D chizishga yordam beradi. 3 o'lchovli proyeksiyasini chertyoz bilan fragmenti bizada 2 o'lchovligini chizishga bizga yordam beradi. Farqini ko'rayotgan bo'lsangiz, chertyoz bilan fragmentni tegdi, mana buni chertyojini burchak shtampi bor, tayyor. Bunda yo'q. Bizga burchak shtampi bilan kerak. Chertyoj bosaman. Endi ochganimizda bizada standart A4 format tayyor ochilgan bo'ladi. Biz buni A3 formatga o'tkazib olamiz. Shuning uchun list degan bo'limini bosib, mana bu yerda A4 ni A3 ga o'tkazamiz. Qolgan hech qaysi komandalarga tegmaymiz va ko'rsak A3 formatiga o'tdi va buni gorizontal holatga keltirib olamiz. Mana tayyor A3 format ishchi maydonimiz ochildi. Comps dasturi qulayliklaridan bittasi nastroykalari o'zi tayyor bo'ladi. Ya'ni sozlamalari ortiqcha narsasiga tegmasangiz ham ishlasangiz bemalol yetadi. Faqat bu yerda aytib o'tib ketadigan narsa mana bu magnit. Magnit bizada har doim mana shunaqa qora yonib turishi kerak. O'chuv bo'lsa ishlamaydi. Va har ish boshlaganimizda mana bu 3 burchagini bosib, yonidagi har bittasiga galchka qo'yib chiqamiz. Ya'ni pasetkadan tashqari qolgan hammasiga galchka qo'yib chiqamiz. Nega pasetkaga qo'ymadim? Chunki men setka bilan ishlamayapman. Menga xalaqit qiladi setka. Setkani ham alohida magnit ushlaydi bo'lmasa. Shuning uchun pasetkaga galchka qo'ymaymiz. Setkani o'chirib qo'ygan holatda ishlaymiz. Magnit nimaga kerak deganini ko'rsatadigan bo'lsam, mana bizda bu yoqda liniya bor, otrezak ikkalovi ham to'g'ri chiziq, egri chiziq, to'g'ri chiziq va siniq chiziqli chizishga yordam beradi. Farqi bunda olib borsangiz kommentariy beradi. Ya'ni avtoliniyada komandadan chiqib ketmagunicha shu chizig'ingizga ulab ketaveradi. Qachonki X ni bosasiz yoki klaviaturadan escape bosmagunicha bu komanda to'xtamaydi. Otrezakka farqi bu yerda faqat A, B kesma chizadi. A, B. Bu yerda ham X ni bosib komandadan to'xtatmagunicha chizaveradi, faqat kesma chizadi. X yoki klaviaturadan escape bosib komandadan chiqaman va magnitni aytadigan bo'lsam, mana bitta liniyani olib, misol uchun mana shuni davomidan nimadir chizmoqchi bo'lsam, olib kelsam mana ushlab oladi. Magnitim yoqib bo'lsa uchini. Olib kelib o'rtasini ham tanladi mana. Shakli o'zgaryapti, konfetga o'xshagan. O'rtasini topyapti. Agar shu magnit o'chiq bo'lsa, mana o'rtasini topa olmayapti. Chizig'ingizni ushlashingiz mumkin. Uchini ushlashingiz yoki o'rtasidan chizig'ida davom ettirib ketishingiz qiyin. Iloji ham yo'q. Shuning uchun magnit har doim yoqib bo'ladi va hammasiga galchka qo'yib chiqamiz. Xo'p, endi ishimizga qaytadigan bo'lsak, mana shu shaklda chizishim kerak men.
bu yerda o'lcham qo'yishingiz kerak. O'lchamlar berilmagan. Bu yerda har bitta daftarimizni ko'z oldimizga keltirsak, har bitta kategimiz 5 millimetrdan, ya'ni ikkita kategimiz 10 millimetr yoki 1 santimetr deb qabul keltirilgan. Bu variantlarda sanab chiqamiz bo'yi bilan enini, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ta. Demak, 24 ta katek bo'lsa, 12 santimetr, ya'ni 120 millimetr. Biz faqat millimetrda ishlaymiz. 120 ga sanasak 16 ta katek bo'ladi. Eni ya'ni 80. 120 ga 80 to'rtburchak chizib olamiz. Prямouгольник, ya'ni to'rtburchak chizadigan komandani olamiz. A uchimizni iloji boricha o'rtasiga, mana bu yerda ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, vissata shirina degan, ya'ni bo'yi bilan eni keltirilgan. Mana shuni mishkangiz bilan olib kelib teramiz. Vissata, ya'ni bo'yi bizada 120, tabni bosamiz. Eni bizada 80. Shu klaviaturada qirg'izayotganda mishkangizni qimirlatib olsangiz, o'ynab ketib qoladi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Shuning uchun bu yoqqa qiymatlarni qirg'izayotganingizda mishkangizga, ya'ni sichqonchangizga tegmaysiz. Enter bosamiz. Bizada mana to'rtburchagimizni chizib berdi. Faqat komandadan chiqib ketishimiz kerak. Bo'lmasa yana to'rtburchak chizib ketaveradi. Escape yoki X bosib, buni A3 formatimizni o'rtasiga olib kelib olamiz. Keyin surayotganda ham ahamiyat bersangiz, mana to'rtburchaklardan ushlamaymiz. Bu bizada xarakterli nuqtasi. Agar ushlasak, to'rtburchagimizning razmeri yana o'zgarib ketadi. Shuning uchun o'rtasidagi to'rtburchagida yoki mana shu chizig'imizni o'rtarog'idan emas, chetrog'iga qarab yurganimizda shu tarafdan ushlasak bo'ladi. Yana mana o'rtasidagi to'rtburchakni ushlasak, o'zgaryapti qiymati. Endi keyingi qiladigan ishimiz o'q chiziq chizib olamiz. Birinchi o'chirtda mana magnitimiz ushlayapti, detalimiz o'rtasini topyapti va chizig'imiz burchak ostida qiyshayib qolmasligi uchun olib kelsak, mana uzuq chiziq olib keladi. Ugl, ya'ni 270 gradus turibdi. Demak, chizig'imiz burchak ostida bo'lib qolmadi. O'lchamini sal qulog'idan cho'zib kattalashtirib qo'yamiz. Chunki nega o'q chizig'i bizada shtrix punktir chizig'i bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu chizig'imizni endi stilini o'zgartiramiz. 2 marta bossak yoki 1 marta bosib mishkani uzoqqa ketkazib yubormasak, mana shu yerda stili bor chiziqlarni turi. O'chivayaga o'tkazamiz, ya'ni o'q chiziqqa mana shtrix punktir chizig'iga aylandi. Har doim ishni boshlashdan oldin birinchi saqlanib qolishimiz kerak. Ozgina chizishni boshladik, saqlanib qilib qo'yamiz. Nega? Mabodo kompyuterimiz tashlab yuborsa yoki to'k ketib qolsa, o'sha ishimizni davom ettirib ketish uchun mana shu qayerga saqlanib qiladigan joyini ko'rsataman. Va uni deb shu yerga saqlanib qilib qo'yaman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, kompas qisqartmasi yordamida saqlanib qildi. Har 2-3 minut oralig'ida Ctrl S, ya'ni Ctrl Save bosib ketaveramiz. Ustiga saqlanib qilib ketaveradi. Shu ishlaganimizni davom ettirib ketish uchun yana. Hop. Endi sanasak, bu yerda ikkita katek pastga tushgandek shu narsani bajaramiz. Birinchi qiladigan ishimiz o'sha yordamchi chiziqlardan ikkita kategingiz bizda 10 millimetr bo'ladi. O'sha narsani qilishimiz kerak. 10 millimetr qilish uchun mana shu parallelniy primaya bizda yordamchi chiziqlar. Buni keyin o'chirib tashlayveramiz. 10 millimetr klaviaturadan 10 qilib 2 marta enter va yuqorisidan ham 2 marta 10 ni bosib 2 marta enter bosganimizda mana shu 10 ga va yuqoridan 10 millimetr pastga chiziq tashlab berdi. Yordamchi chiziq va otrezikka olib magnit ushlasin, shu X bo'lib qoladi. Chiziqlardan chiziqqacha otrezik chizasiz va mana bu qismini o'chirishimiz uchun bizda mana bu 3 kривую degan komanda bor. Shu bilan
Shuni ortiqcha joyini o'chiramiz va mana bu yordam chiziq cheksiz ketgan yordam chizig'i xalaqit qilmasligi uchun o'chirib tashlaymiz. Bu bizga pechatib berganda ham baribir ko'rinmaydi yordam chizig'larimiz. O'chirib tashlaymiz va mana shu chizig'i yana bu yerda o'ng tarafda bajarmasligi uchun zerkalniy qilib tashlaymiz. Chizig'i bir marta bossangiz mishkani uzoq ketkazib yubormasa mana zerkalniy отрезать degan komanda bor yoki mana yuqorida ham xuddi shu komanda bor. Faqat buni komandani ishlatayotganda detalimizni o'rtasini tanlashimiz kerak. O'shanda o'rtasiga nisbatan bu yerga kopiya qilib tashlaydi. Switch кривую bilan bu yerda ham ortiqcha joyini o'chiramiz. Ctrl S qilib yana saqlanib qolamiz. Xo'p, endi o'rtasidan 1 2 3 4 5 ta katta, ya'ni 25 mm yuqorisidan pastga tushgan. Yana o'sha parallel primayani bu yerda komandalari ko'p. Mana shu 4-chi parallel primayani tanlaymiz har doim. Yordam chiziq tashlayotganimizda 25 mm 2 marta enter va bu yoqqa o'rtasidan bu yoqqa bir katta, bu yoqqa bir katta, ya'ni 5 mm, eni 10 mm qilib tashlab olamiz. Qanaqa qilamiz? Endi ikkita tarafga alohida yordam chiziq tashlamasdan, hatto do'storini komandasini bossak, ikkita tarafga bir xil razmerda tashlaydi. Biz 5 qilsak, ikkita tarafga 5 umumiy 10 mm beradi. Endi yana prямоугольникni olib, shundan chizib qo'yamiz va yordam chiziqlarini o'chirsak, ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, tanlaganimda hech narsani bosmasdan keyingisini tanlasam, oldingi tanlaganimni esdan chiqarib qo'yadi. O'shaning uchun Ctrl yoki Shiftni qo'shib turib, qo'yib yubormasdan bossak, qo'shib tanlab ketaveradi. Agar xato mashina belgilab qo'ygan bo'lsa, mana ham bizda xato belgilanib qoldi. O'sha Shiftni qo'yib yubormagan holatda yana bossak, o'sha noto'g'ri belgilanganimizni olib tashlaydi va delete tugmasini bossak chiqib ketadi, o'chirib tashlaydi. Switch кривуюdan bizda ortiqcha joyini 2 marta bosamiz, chunki 2 marta to'rtburchak ustma chizib qo'yildi liniyalarning ustiga. O'shaning uchun 2 marta yo 3 marta bossangiz, o'sha chizigingiz o'chadi. Chunki men hozirgi holatimda ikkita chiziq ustma tushib qolgan edi. Escape bosib komandadan chiqib ketamiz. Keyin 3 ta katta, ya'ni 15 mm yana pastga tushib, sanasak 50 ta, ya'ni 10 ta katta bo'ladi, 50 mm bo'ladi. Mana shu to'rtburchagimiz. Shuni yasaymiz. Parallel primaya do'storindan endi galchka olib tashlaymiz. Bizga ikkita tarafga chizish shart emas. Mana mashitdan 15, bu yerdan yana to'rtburchagimizni eni 10, 2 marta enter va yana do'storinga galchka qo'yib, eni 50 bo'lsa 25 mm tashlasa, bu yerga 25, bu yerga 25, umumiy 50 yordam chiziq tashlab beradi va shu yerda chiziqdan chiziqqacha mana olib kelsangiz yoy holatga kelib qoldi magnitimiz. Shuni bossak, xato chizmagan holatda magnitimiz ishlaydi va yordam chiziqlarni o'chirib tashlaymiz. Keyingisi 10 ta katta tush deyapti. 1 2 3, ya'ni 50 mm pastga tushsangiz, mana shu aylanamizda markazi chiqib kelar ekan. 50 mm tushib olamiz. Yana yordam chiziq yordamida do'stordan galchkani olib, 50 ko'payib ketdi-yu menimcha. 1 2 3 4 5 bo'lsa, ya'ni 25 adashdim. 25. Okay. Aylanani окружность yordamida chizamiz. Aylanangizni diametri 1 2 3 bo'lsa 6, ya'ni 30 mm ekan. Mana bitta ko'rayotgan bo'lsangiz, mana xolis diametrda, xolis radiusda kirgizsangiz bo'ladi aylanani. 30 olsak, mana diametr tashlab berdi. Aylana bor joyida o'q chiziq bo'ladi, plus holatda. Shu yordam chizig'imni o'chirib tashlamagan holatda birinchi o'q chiziq tashlab olaman. Turini o'zgartirib, o'sha joyiga o'tkazib qo'yaman. O'q chizig'i chizganda qoidasi bo'yicha punktiri o'rtaga tushib qolish kerak emas. Shuning uchun to'rtburchagini bosib turib, surib qo'ysam, mana o'rtasi har doim plus bo'lib turishi kerak. Punktiri o'rtasi tushib qolish kerak emas. Standart bo'yicha. Ctrl S bosamiz yana 10 ta katek, ya'ni 10 mm ya bir katek tushyapti. Ya'ni 15 mm tushamiz. 10 mm tushar ekanmiz. Parallel primaya
Xatdan birinchi gorizontal yordamchi chiziq tashlaymiz. Chunki biz aylana chizdik. Mana bu vertikali bor. Xuddi shuni gorizontalni tanlaymiz. Aylanani u uchiga olib kelsak, mana o'q bilan kesishganda magnitimiz ishladi. Endi mana mana shu yerdan yordam chiziq yordamida 10 katak, 10 mm, ya'ni ikkita katak, 2 marta enter va chapga 3 ta katak, o'ngga 3 ta katak ketgan ekan yordam chiziq. Ya'ni 30 bo'lsa 15 tanlaymiz. Ikkita tarafga chizish kerak. 15 va mana bu yerdan yana 10 mm tushgan. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, siz do'st o'rniga galочка qo'ysam, bir marta enter bossam yetar ekan. Bundan galочкасini o'chirib qo'ysam, 2 marta enter bosishim shart ekan. Nega? Hozir ko'rsataman. Misol uchun 50 25 qirg'izaylik, yuqorigami tepagami deb ko'rsatadi. Agar do'st o'rinni galочка qo'yib qo'ysangiz, o'zi ikkita tarafga avtomatik qirg'izadi. Shuning uchun 2 marta enter bosish shart emas. Farqi shunda. Prямоугольник yordamida yana turburchak chizib olamiz. Bizda bu holati bo'ldi, faqat mana aylana qiladigan qismi qoldi. Biz yordam chizig'ini o'chirib tashlaymiz. Buni qanaqa qilamiz? Mana shu yerda skruglение degani bor, faska degan komanda bor. Mana buni hozir yordam chiziq yordamida chizdim. Xuddi shuni faska yordamida ham chizsangiz bo'ladi. Endi men faska qismini qarasam, ikkita katakda mana shu radius bo'lsa, demak, radius 10 mm bo'lgan skruglение yasab olaman. Skruglение yasaganingizda turburchagingiz mana turburchak holatda ikkita emas, 3 ta tomoni ulanib turibdi. Buni ishlamaydi bu komanda. Qachon ishlaydi? Ikkita chiziq holatda bo'lsa. Nima deganim? Hozir mana shunday holatda bo'lsa, bu skruglение mana 10 radius turibdi. Bu komanda ishlaydi. Agar mana holatimdagi, ya'ni 4 ta turburchak yordamida chizganimizda 3 ta tomoni bitta bo'lib tursa, skruglение ishlamaydi. Mana ishlamaydi. O'shaning uchun mana shu turburchakni ustidan yana chiziq chizib olaman. Magnitim yetib qoldi bu yoqqa. O'rtasiga yetib qolyapti. O'shaning uchun sentrni o'chirib qo'ysam, aylanani sentriga yetib qolaman. Endi chizaman. Ustidan chizib oldim. Turburchagim ustidan va mana mana shu yerda skruglение komandasini yordamida chizib olaman va ortiqcha chizig'ini skruglyedan o'chirib tashlayman. Xuddi shu narsani naryoqda qaytarib takrorlamaslik uchun zerkalni tashlayman. Mana o'rtasini tanladim va o'qdan o'qqacha olib kelsam, mana o'qqa o'rtasiga olib kelsam, bu tarafga parallel tashlaydi. Ya'ni o'sha skruglyedan ortiqcha joyini o'chirib tashlayman. Bizda shaklimiz tekis shakl paydo bo'ldi. Tayyor. Endi oxirgi qiladigan ishim hamma kerakli o'lchamlarni qo'yib chiqaman. O'lcham qo'yishda mana linear razmer degan komandasi bor. Mana shu komanda yordamida birinchi kichkina o'lchamdan kattasiga qarab olib ketaveramiz va detaldan iloji boricha tashqariga qo'yamiz va o'lcham chizig'ini hech qaysi chiziq kesish kerak emas, qoidasi bo'yicha. Iloji boricha shuni qilamiz. Bizda hozir bitta ko'rinish bo'lgani uchun ba'zi bir o'lchamlarda kesib qolishi mumkin o'lcham chizig'ini, lekin umumiy holatda standart bo'yicha chiqash chizig'ini, o'lcham chizig'ini hech qaysi yordamchi chiziqlar, mana o'q chiziqlar kesishi mumkin emas. Faqat buni kesishi mumkin asosiy kontur chizig'imiz, ya'ni mana shu yo'g'on chizig'imiz kesishi mumkin. Mana shu chiqarish chizig'ini, o'lcham chizig'ini qolgan mana o'q chiziqlar, yana o'lchamlar qo'ysak, chiqarish chizig'i, o'lcham chiziqlari bir-birini kesishib qolishi mumkin emas. O'shaning uchun birinchi kichkinasidan, keyin kattasidan o'lcham qo'yishni boshlaymiz. Endi 60 eni 80 ekan. Enini pastga qo'yib yubora qolamiz. Endi mana bu qismi 10 mm kelgan. Shuni qanaqa qilamiz? Birinchi yordamchi vertikal gorizontal chiziqlar tashlab olib,
bu yerda qirra yo'q. Qirra hosil qilib, endi razmer qo'ysak, mana bu chizig'i bizga chiqib qolyapti. Keyin strelkasi ham ichiga kirib ketib qolyapti. O'shaning uchun nima qilamiz? Bu yerda mana bu komandani bosishimiz kerak. Mana bu yerda снаружи, ya'ni tashqaridan strelka qo'yadi. Bu 6 ni sal yuqoriroq ko'tarar ekanmiz, 63. Endi mana bu chizig'ini o'chirib tashlashimiz uchun bundoq tortsak o'zgarib ketadi. O'shaning uchun mishkani o'ng tarafini bosib, sichqonchani разрушитni bosamiz, ya'ni o'zgartirish kiritishga endi ruxsat beriladi va mana shu turburchak qismini eng tagidan ushlab, tortib bu yoqqa olib chiqib qo'ysa, mana yuqoriga ko'chdi. Endi bu yerda ham 10 mm pastga tushgan. Shuni yasab olamiz. Yana vertikal gorizontal yordam chiziqlarini tashlab, bu yerda o'lcham chizig'ini qo'yamiz va bizga yordam chiziqlarini o'chirib tashlashimiz kerak. Yana разрушитni bosib, buni birinchi tashqariga qo'yib strelkasini разрушит va mana shu chizig'ini bu yerga olib kelib qo'yamiz, chiqarish chizig'ini. Keyingisi qo'yadigan o'lchamimiz bizda mana bu 25 mm kerak. Mana kesishib qolishi kerak emas. Bular mana raqami chizig'ini, o'lcham chizig'ini kesish kerak emas. Shuning uchun orasi 7-10 mm tashaladi. Bu yerda ham mana 15 mm bor. Buni ichkariroq qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu 10 mm, aylanagacha bo'lgan masofa ham 10 mm, aylanani diametrini mana diametrning razmer degani bor. Aylanani bosib, diametrga ham o'lcham qo'yganda o'qqa nisbatan 45 gradusda qo'yasiz. O'qqa ham qo'yib qo'ymaysiz, o'qqa burchak ostida ham, o'tkir burchak ostida ham qo'yib qo'ymaysiz. Shuning uchun ichkariga raqamini yozsam, o'lcham o'q chiziqlarini ustiga tushib qolgani uchun tashqariga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerga katta farqi yo'q. Xo'p, endi mana sal bunday holatga keladi. Endi o'qqigacha bo'lgan masofani ham beramiz. Bizda mana 15 kerak emas. 30 bo'lsa diametr, ana bu 15 lik. Faqat bu yer kerak bizga. Bo'ldi. Endi yerga qo'ysa eng optimal variant bo'lar ekan. Endi o'lcham qo'yishda mana ketma-ket qo'yib chiqdik. Endi biz bo'yini qo'yib qo'yishimiz kerak, umumiy balandligini. 120. Qoidasi bor bu yerda ham. Ketma-ket qo'yib chiqdingizmi, hammasini qo'shib chiqsangiz yana 120 chiqadigan holatda bo'lib qolishi kerak emas. O'shaning uchun eng oxirgisidek 10 ni qo'ymadim. Mana qo'shganimda hammasini qo'shib chiqsam 110 bo'ladi. Mana umumiyni bersam, umumiy 120 bo'ladi. Mana aniq bo'lib chiqadi 10 ligi. O'shaning uchun hozir oxirisiga ham 10 qo'yib qo'ysam, men 120 qo'yishim kerak emas. Chunki hisoblab chiqqanda shundoq ham 120 bo'ladi. O'shaning uchun 110 gacha qo'ydim. Oxirgi 10 ni qo'ymadim. Mana men 120 qo'ysam, mana 10 ligi avtomatik kelib chiqadi. Endi aytishingiz mumkin, mana bu yerda o'lcham chiqarish chizig'lari o'ziga kelishyapti. Boshqa ilojingiz yo'q bunaqa holatda, chunki bizda bitta ko'rinish. Agar uchta ko'rinish bo'lganda, detalimiz kesishib qolmasligi uchun boshqa ko'rinishlarga olib o'tib ketsak bo'lardi. Menimcha yetarli bo'ldi ham o'lchamlar. Faqat mana bu yerda radiusga o'lcham qo'yib olishimiz kerak. Mana radialniy razmerda radiusga o'lcham qo'yib olamiz. Mana bu 10 mm 10 mm radiusdagi, mana bu yerda ham kesishib qolayotgan bo'lishi mumkin. Ilojimiz yo'q ekan.
qilsa bo'ladi buni. Bu holatda olib kelsak, mana hech qanaqa hech narsa chizig'i kesib o'tmadi. Shu bilan ishimiz tugadi. Sizlar endi o'zbek gruppa bo'lganingiz uchun burchak shtampini o'zbekchaga o'tkazib yozishingiz kerak bo'ladi. Olib kelsangiz mana 2 marta yozsangiz hech narsa yozilmaydi. Qachon yozsangiz bo'ladi? Chizig'i olib kelib, mishkangizda o'ng tugmasini bosib, разрушить оформление, ya'ni o'zgartirish kirishga ruxsat berish komandasini bosib da qilasiz. Keyin xohlaganingizcha mana o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun o'ziga mana chizdi, galочка bosib chiqishni tekshirdi va hammasini o'zbekchaga o'tkazishi shart. Keyin mana bu yerga yozasiz. Tekis shaklga o'lcham qo'yish. Ko'rgan bo'lsangiz komanda mana T nadpis degan komanda bor. Yozuv yozasiz shuni. Tekis shaklga o'lcham qo'yish. Galочка bosib chiqib ketamiz. Mana o'zi 75 gradusda bosma harflar bilan lotin harfda yoziladi. Standart bo'yicha harflar mana o'zi yozib berdi. Saqlanib qilib chiqamiz. Saqlanib qotganimiz hozir bizda komposda, ya'ni KDV formatda saqlanib qotdi. Biz buni endi chiqarib olishimiz uchun PDF formatga o'tkazishimiz kerak. Qanaqa o'tkaziladi? Faylni bosamiz. Boshqa programmalarga o'xshab yana saqlanib как xuddi o'sha joyi belgilab, faqat mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, har xil formatda saqlanib qilsangiz bo'ladi. PNG, JPEG, GIF, AutoCADda ishlasangiz bo'ladi. Bizga PDF kerak. Mana Portal Document Format degani bor. Mana shuni bosib saqlanib qilsak, bizda o'sha saqlanib qilgan joyimizni ko'rsak, mana namunani PDF holatda saqlanib qildi. Faqat bu yerda ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, yo'q, mana hammasi to'g'ri. Chiqartirsiz, chiziqlarning turi har xilligi bilinib turishi kerak. Mana ingichka, qalin, o'lcham chiziqlari va hokazo va hokazo. Demak, qiladigan ishimiz katiga sanayotganmiz. Katigini har bitta katigini 5 mm olar ekanmiz. Komposda chizar ekanmiz. Kerakli o'lchamni qo'yar ekanmiz va PDF saqlanib qilib, AUJ formatga chiqartirib topshirar ekanmiz. O'zi распечаткаga olib borsangiz, yuqa AUJ formatda mana shuni PDF formatingizda chiqarib beradi. Siz bizga menga va boshqa o'zingiz amaliyot o'qituvchingizga topshirasiz. Darsimiz shu bilan tamom.